Qandaq qilganda balalarni kitob o'qishga odatlantirgili bo'ladi? Avtori Muhammad Yusuf. Kitapdan yiroqlashib qalgan mundaq bir millatni kitob so'yadigan, kitob o'qishdan hozir halovat oladigan va kitobni eng ayrilmas hamroyim deb taniydigan qilib o'zgartib chiqish uchun bir avlodning almishishi va bu avlodning kichigidilla kitob so'yarlardan qilib tarbiyalanish shart. Balalarning ruhi kitob bilan bog'langan holda dunyoni ko'zlaydigan bo'lib yetilishi lozim. 1976 yil 1-oyda Nobel mukofotiga erishgan 75 kishi Parijga jam bo'lgan. Ularning biridan siz qaysi oliy maktabda, qaysi tajribaxonada eng muhim deb qaralgan narsalarni o'rgandingiz deb so'ralganida chashlar qardak oqargan bu olim bolalar bog'chisida deb javob bergan. Ondan uningdan bolalar bog'chisida nimalarni o'rgandingiz deb so'ralganda u o'zimning bir qism narsalarni do'stlarimga berishni, o'zimga taalluq bo'lmagan narsalarni olmaslikni, narsa keraklarni radlab qo'yishni, tomoq yeyishdan avval qo'l yuvishni, xato ish qilib qo'yganda afv so'rashni, qisqasi nimani qilish, nimani qilmaslikni o'rgandim deb javob bergan. Uning bu javobi bu yerga jam bo'lgan olimlarning o'rtaq qarshi bo'lib chiqqan. Bu qissa bizga muvaffaqiyat qozonish uchun ishni kichigidan boshlashning zarurligini, yana bir tarafdan nimani qilish, nimani qilmaslikqa kichigidan boshlab odatlanishning lozimligini tushuntirib berdi. Shunga balalarda kichigidan boshlabla yaxshi odatni yetildirish bakmi zarur. Undaqda nima uchun biz balalarda kichigidan boshlabla kitobni yaxshi ko'rish odatini yetildirmaymiz? Bu shunchalik qiyinmi? Yaxshi ko'rish degan tug'ma bo'lmaydi. U faqat tarbiya va muhitning natijasi. Ota-ona bo'lg'uchining balalarni yaxshi odatlarga ko'ndirishi ularning bosh tortib bo'lolmaydigan vazifasidir. Balalarda kitobni yaxshi ko'rish odatini yetildirish, ularning cho'ng bo'lganda bilimlik, iqtidorlik, din va millatning ishiga yaramliq odamlardan bo'lib chiqishining asosidir. Tarbiya mutaxassislari balalarni kitob o'qishni yaxshi ko'radigan qilib tarbiyalab chiqish uchun tövandagi takliflarni o'ttirg'a qo'ydi. Birinchi, balalarning ko'zi eng dastlab kitobda echilishi. Ota-onasining kitob o'qiyotganligini va kitobga zo'r ahamiyat beradiganligini ko'rib cho'ng bo'lishi nihoyat muhimdir. Chunki balalar har ishda ota-onasidan o'rnak oladi. Shunga balalarning uyda hamisha kitob o'qilayotganligini ko'rishi va shundaq muhitda cho'ng bo'lishi ularning kitobni so'yadigan, kitob o'qishni kundalik ish harakatlarining muhim bir qismi qilib yetilish uchun shart-sharoit hozirlab berdi. Qisqasi, ota-ona kitob o'qishda balalarga ulgu bo'lishi lozim. Ikkinchi, balalarni kitob o'qishga odatlantirish, kitobdan hozir halovat elishga ko'ndirish, ularning oldida kitobni ichib, qiziqarli hikoya va qissalarni ularga jarangliq ovozda o'qib berish bilan boshlandi. Ondan kitobdan tushunganlarni so'rash va sharhlab berish. Ondan asta-asta ularni o'qitib tingshash keladi. Ammo ota-onalar balalarning qiziqishiga ahamiyat bermasdan o'zlari xohlagan kitoblarni ularga zo'rlab tangmasligi lozim. Chunki mundaq qilish balalarda aks ta'sir qo'zg'ab, ularda kitob o'qishdan nafratlanish kayfiyatini paydo qilib qo'ydi.
Mutaxassislar balalarga kitapni ünlük avazda o'qib berishning balalarda o'qishga va o'rganishga bo'lgan rag'batini oshiradiganligini ta'kidlaydi. 3. Ata-onalarning balalarga har kuni bir qancha minut bo'lsa-mu kitob o'qib berishi zarurdir. Xususan, kichik balalarga axşam yotadigan vaqtda beshida o'ltirib bir qancha minut bo'lsa-mu kitob o'qib berish lozim. Buni ota bilan ona har kuni navbatlashib qilsa-mu bo'ladi. Ammo uzmasdan qilish lozim. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ota-onalar balalarning kundalik o'yinlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan bir vaqtda ular yaxshi ko'radigan va yoqtirib tingshaydigan kitoblardan ozroqdan o'qib berish lozim. Az bo'lsa-mu har kuni uzmasdan kitob o'qib berish balalarda kitob o'qishga bo'lgan hersmanlikni paydo qiladi. Balalarga ular 11 yoshga kirganga qadar har kuni kitob o'qib berish talab qilinadi. Bak yaxshi kitob bo'lmasa-mu yoki o'qib bo'lgan kitob bo'lsa-mu, balalar qiziqsa, ular o'qib berish lozim. Balalarga kitob o'qib berish jarayonida balalar zerikib qolmagan bo'lsa, ota-onalar charchab qolsa-mu, savrchanlik bilan o'qib berishni davom qildirish lozim. 4. Balalarning yotoqlarida hikoya va qissalardan bo'lgan har xil kitoblarni hozirlab berish lozim. Balalar uyquga borganida va uyqudan turganida hamisha kitoblarni ko'rib tursa, kitobning ularning hayotining ayrilmas bir qismi ekanligini his qilgan holda cho'ng bo'ladi. Natijada kitobga va kitob o'qishga muhabbati yuqori bo'ladi. İmkoniyat bo'lsa, balalarga uyning ichida kichik bir kutubxona qilib, uni chiroyli bezab berish kerak. 5. Balalarni kitobxonlarga, kitob yarmarkalariga elib berish. Ularning ko'ziga chiroyli ko'ringan va ular tanlagan kitoblardan elib berish lozim. Balalar bilan kitob setib olishda kitobning shakli, rasmlari va rangi chiroyli, jalb qilarliq bo'lganlarini tanlash. Har bir kitobni tanlashda avtorning nashr qilgan o'rnining ismini o'qish, kitobning mundarjisiga va ba'zi bo'limlarga tez ko'z yugurtish, kitobda nimalarning so'zlanadiganligini bilish zarurdir. Bu usul balalarga kitob setib elishda nimalarga diqqat qilish lozimligini o'rgatadi. 6. Balalarga o'qib beradigan va ularni o'qitadigan hikoya, qissa kitoblarining ularning yoshiga munosib holda tushunishlik va tarbiya xarakterli kitoblardan bo'lishi shart. 7. Hayit ayamlarda, bayram kunlarida, balalar diplom olgan kunlarda yoki qandaqli bir munosabatni fursat bilib, balalarga ular yoqtiradigan va xush bo'ladigan kitoblarni hadiya qilish. Mundaq qilish balalarga kitobni so'ydirdi va kitobning qimmatini his qildirdi. 8. Balalarning yotoq uyiga hargiz televizor qo'yib bermaslik. Mundaq qilish balalarni kitob o'qishdan sovutib, televizor bilan vaqt o'tkazishga ko'ndirib qo'ydi. 9. Mashinaga kitob va jurnallarni qo'yib qo'yish. Balalar bilan uzunroq yo'l yurganda ularni o'qishga tashabbus qilish yaxshi odat bo'lib, balalarni kitob o'qishga odatlantirishning choralaridan biri hisoblanadi. 10. Balalar o'ttirsida oylik yoki haftalik kitob o'qish musobaqasi elib berib, bir oy yoki bir hafta ichida kim ko'p kitob o'qigan bo'lsa, uni o'zi yaxshi ko'radigan narsa bilan mukofotlash odatini yo'lga qo'yishmo balalarni kitob o'qishga qiziqtirishning choralaridan biri sanaladi.
qandaq qilganda farzandlarimizda kitob o'qish havasini yetildirgili bo'ladi? Doktor Abdulkarim Bekkar qandaq qilganda farzandlarimizda kitob o'qish havasini yetildirgili bo'ladi degan maqolasida mundaq yozgan. Men bu yerda yetildirilgan havas, kitob o'qish havasiga munosabatlik bir qancha misollarni keltirmoqchiman. Kishilar boshqalar bir ish bilan mashg'ul bo'lgan chog'larda ularning nimaga qiziqadiganligi yoki nimaga havas qiladiganligini bilolmaymiz. Lekin ularga bo'sh vaqt yaratib bersangiz yoki uni bir ish uchun saqlasangiz, ondan ularning nima ish bilan mashg'ul bo'ladiganligini va nimaga qiziqadiganligini bilalaysiz, deydi. Bu haqiqatan to'g'ri bir yakundir. Men bir davlatdan yana bir davlatga uchadigan aeroplanga 4-5 soat saqlash jarayonida insonning nimaga bakrak qiziqadiganligi yoki nimaga bakrak havas qiladiganligi ma'lum bo'ladiganligini bilib yetdim. Men bir qancha qatim bir davlatdan yana bir davlatga uchadigan aeroplanga saqlab o'ltirib qilib, boshqa millatlarga diqqat qilib qoldim. Qarasam, Yevropaliklarning yanida kitob yoki qo'l kompyutersi bo'ladi ekan. Ular zerikishlik va ish siqilish bilan o'tkazadigan bo'sh vaqtlarini kitob o'qish yoki qo'l kompyuterda bir ish qilish orqali o'tkazadi ekan. Ammo taraqqiy qilayotgan davlatlardagilar bo'lsa, o'rindiqlarda o'ri o'ltirib uxlash, choy, qahva ichish, oldidan o'tgan kechganlarga qarab o'ltirish bilan o'tkazadi ekan. Haqiqatan ularning orasidagi farq tug'ilma gen miros farqi bo'lmasdan, balki tarbiya, o'sib yetilish va muhit farqidir. Agar kichik bolalarda kitob o'qish qizg'inligi yoki kitob o'qish havasini yetildirishning yo'llari haqida izdindigan bo'lsak, buning bir qancha yo'llari bo'lib, vaqt munosabati bilan tuvandagi bir qancha muhim omillarni zikr qilib o'taman. Birinchi, bolalarga ko'ngil bo'ladigan oila. Balaning xarakteridagi ba'zi alaydiliklar uning dastlabki 6 yoshidala belgilandi. Shuning uchun balalarda qiziqish va havasning yetilishida ota-onalar alayida rol o'ynaydigan bo'lib, u qiziqishlardan biri kitob o'qish qizg'inligidir. Chunki ota-onalar balalarning oldidagi tanlashlardan birini tanlab berdi. Ya'ni balalarning qalbini rasm sizish va kitob o'qishga moyil qilishga tirishdi yoki balalarning erkin ozoda ko'chalarga chiqib o'ynashi, foydasiz o'yinlar bilan vaqt o'tkazish uchun sharoit hozirlab berdi. Shuning uchun ota-onalarning balalarni kitob o'qishga odatlantirishga ko'ngil bo'lishi, balalarda kitob o'qish havasining yetilishi uchun muhim shartlarning biri hisoblanadi. Ikkinchi, kitob o'qiydigan oila. Kitob o'qiydigan oila deganlik tarbiyalik yoki bilimlik oila deganlik emas. Balki a'zolari har kuni kitob o'qiydigan oila deganlik bo'lib, uydagi bola bir tarafga qarasa dadasining kitob o'qiyotganligini, yana bir tarafga qarasa ukasining rasm chizayotganligini, yana boshqa bir tarafda bo'lsa onasi maktabning darsini tushunolmagan qarindishining darsini tushuntirayotganligini ko'rsatadigan bir oila demakdir. Balaning uyda bu xil faoliyatlarni ko'rib yetilishi, balaning qalbida kitob, qog'oz, qalam bilan o'tgan hayot haqiqiy, tabiiy hayot ekan degan ishonchni turg'izadi. Amerikadagi bir ota-onalar uyushmasi tarafidan kichik bolalarning kitob o'qish qizg'inligi haqida elib berilgan tadqiqotda mundaq ko'rsatilgan.
kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydigan yoki kitobga qiziqmaydigan %82% bolalar aslida ota-onalar tarafidan kitob o'qishga qiziqtirilmagan bolalar ekan. Shunisi bir haqiqatki, balalarni kitob o'qishga qiziqtirishdan maqsad kitob o'qishga haydash bilan emas, balki kichiklar cho'nglarga agishadigan shart-sharoit hozirlash orqali amalga oshadi. Shuning uchun biz ota-onalar kitob o'qimaydiganmiz, balalarimizmi kitob o'qimaydigan bo'lib cho'ng bo'ladi deb yakun chiqarishimiz mumkin. 3. Oila kutubxonasi. G'arbliklarning uylariga kirsangiz, ko'pinchisining uyining bir tarafida kutubxona ko'rsiz. Shuning uchun g'arb allarining balları kitobga va kitob o'qiydigan shaxslarga ko'nak yoki odatlangan holda cho'ng bo'ladi. Ammo bizning ko'pinchimizning uylari kitobxonadan xoli. Ba'zi uylarda kitobxona bo'lsa-mu, u kitoblar o'qib foydalanish uchun emas, balki muzeyxonaga o'xshash zinnat uchun tizilgan. Amaliyotda bizdan talab qildig'ini har bir oilada cho'ng kichik butun oila a'zolariga mos keladigan, ularga ro'yi oziq beg'ishlaydigan bir kitobxona bo'lishi va u kutubxonaning kitoblari pat-pat yengillanib turishidir. 4. Elektronlik texnika mulozimatlardan radlik foydalaning. Televizor, internet, telefon va elektronlik o'yinchoq qatorliq narsalar yetilayotgan o'smirlarning zehni kuchini ojizlashtirib, zehnining ko'pragini yo'qlang foydasiz ishlarga sarf qildiganligi namoyon bo'lishga boshladi. Bu mustahkam tarbiyalanishga to'sqinlik bo'ladigan omillarning biridir. Шуңа ата-аналар китап bilan elektronlik mulozimatlarning raqobatga tushib qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki kitob bilan elektronlik mulozimatlar raqobatga tushib qolsa, cho'qimki kitob mag'lub bo'ladi. Kitobning elektronlik mulozimatlar oldida mag'lub bo'lmasligi uchun ota-onalar balalarning internet va televizor oldida har kuni 1-2 soatdan ziyoda o'ltirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Shunda qilgandila balalar cho'chak va tarixiy kitoblarni o'qishga yuzlanib, asta-asta kitob o'qish orqali ko'ngli ichiladigan, kitob o'qish orqali qalbi huzur tepib, kitobni haqiqiy yaxshi ko'radigan bo'ladi. Ota-onalar, biz qachonki balalarimizni mukammal tarbiyalash uchun o'zimizning vazifasini to'liq ado qiladi ekanmiz. Ularning yemak ichmagi va kiyim-kechiga qandoq muhim bo'lsa, ro'yi o'zqiningmi shundoq muhimligini biladi ekanmiz. Balalarimizda kitob o'qish qizg'inligi hosil bo'lib, yaramliq odam bo'lishning tunji qadamlari besilgan bo'ladi. Tugidi. 2019 yil 30 oktyabr